Hop, assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi xonadonimiz. Ozgina video obzor qilamiz. Darvozaxona kirish tomlari yopilyapti. Konteyner mahsulotlarida chiroqliq. Hovlimiz. Uyimiz 16 metrga 12 metr. Endi 16 metr. Bunaqasiga 12 metr. Paltarashga tagida podvali bor. Hop, bir tomon bor, boshqatdan mana sizlarga obzor qilamiz. Kotelnik ham tualet desa ham bo'laveradi, mehmonxona. Mehmonlar uchun birinchi etaj, balkoni bilan ikkinchi etaj. Umidjon omadingni bersin, yaxshi yetib olding. Shunday holatda qilyapti. Sog'lig'ing yaxshimi? Salomat yetib oldingmi? Görüyoruz ki stoykalar bilan chiroqli bir holatda. Tepa mansard. Mansard mana bu yerda podval ham bor. Podvali. Qator ko'rsatib o'tamiz podvalni. Podvalga tushganingizdan keyin bitta, ikkita, uchta, to'rtta xona. To'rtta va mana yerdan lestnitsa bo'ladi. Tepaga qarab chiqib ketiladi. Birinchi etajga, ikkinchi etaj mansardga chiqib ketiladi. Hop, mana shu yerda ham ikkita oila joylashsa bo'laveradi shu yerda o'zi. Hop. Mana bu yoqda ham bitta xona. İşte ikkita xona. Proyekt ideal qulay tarzda ishlangan. Hop. Vходной группа desak, bu yerda ana koridor o'rtada, endi zal. Chap tomonda mehmonxona desa ham bo'laveradi. Общий. Bu yoqda hamma yerdan lestnitsada chiqiladi podvalda. Mana bu yoqda hovlisi spalniy desa bo'laveradi. Mana bu yoqda ham spalniy desa bo'laveradi. Mana dush tualeti bilan. Spalniy dush tualeti bilan. Bu yoqda mana dush kotelli xona bo'lishi ham mumkin. Mana bu yoqda mana bitta spalniy desa ham bo'laveradi. Dush tualeti bilan bu ham. Mana bu yoqda ham shu dush tualeti bilan bitta spalniy. Xullas xonalar birinchi etajda o'zida bitta, ikkita, 3, 4, 5 ta xona. 5 xona. Va bu yerda отдельный menimcha оборудованиеlar turadigan joy bo'lsa kerak. Shu birinchi etaj. Mana ikkinchi etajda o'zi boshlanishi balkon. Hovli. Hovlisi bunisi, balkondan ko'rinishi darvozaxona, mehmonxona. Tepa tomondan ko'rinishi aeroport yonginasida. Eng qizig'i. Kelgan har bitta samolyot ko'rinib turadi. Xo'p. Hozir mana ikkinchi etaj. Ikkinchi etaj. Прямой koridor. Zal desa ham bo'laveradi. Endi yana chap tomonda mana bir xona, ikki xona o'rtasidan bo'lingan. Bu xonada endi ikkinchi etajda 3 xona, 4 xona. Pastda 5 xona sanodik, 9 ta xona. Общий 16 ga 12 joyda 9 xona uy barpo bo'lyapti. Bu mansard mana.
Narigi yonida xuddi shundan yana bitta bor. Naryoqda. Keyin. Judayam go'zal bir holat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, like, podpiskani berib, kanalni rivojlantiramiz. Yana qiziq videolar bo'lsa, sizlar bilan ulashamiz, xudo xolasa inshaalloh.